Hürmetli vatandaşım, yukarılık siyerlerimiz sözlep öttük. Vaziyetinin 2 ay içinde şu derece tez özgergenligini görüp öttük. Bunun da hiç qandaq tasadüflük his kılmayımız. Biz ötkendilik siyasi sözlügende vatandaşlarımızga şundaq bir eğiz sözünü kılgan edik. Eğer bir cungu siyasi boyunca Amerika Qo'shma Shtatlarının siyasi keskin yoki tez özgürüş hasıl qiladigan bolsa, Tayvan bo'g'zining vaziyati qabul qilinmaydi degan edik. Vatandaşlarning esida bo'lsa, endi bugun aytimizki, mana endi siyosat ya'ni kayniga yondi. Endi Prezident Trump apandi bilan Jungoning rais Xi Jinping apandi telefonda so'zlashdi, uzun so'zlashdi. Hatta Prezident Trump apandi bir parcha xat yozib Jungoning Washington turishliq elchixonasiga topshirib, Amerika Jungo munosabatini qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildirdiganligini bildirdi. Biz aslab o'tadigan bo'lsak, hurmatli vatandoshim, sobiq prezident Clinton davrida Amerika Jungo munosabati so'zlashish munosabati edi. Prezident Bush davri kirganda Amerika Jungo munosabati ham raqobatlashish, ham hamkorlashish bosqichiga kirdi. Prezident Obama davrida, sobiq prezident Obama davriga kelgan vaqtida bunda hukum xarakterlik masala o'rtaga chiqmadi. Lekin Jungo hukumatining raisi Xi Jinping qayta dediki, cho'ng davlatlar munosabatini turg'izish to'g'risida taklif berdi. Biroq Prezident Obama buning ochiq yo'q javob qaytarmadi. Aksincha, Prezident Obamaning Jungo siyosati nima bo'ldi? Sobiq Prezident Obamaning Jungo siyosati nima bo'ldi desanglar, Osiyoga yurish qilish. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatini Osiyoga yo'tkash, Osiyoda muvozanat yoki tangpungliq olib berish. Buning bir tarmog'i yoki iqtisod sohasidagi ifodasi sifatida TPP kelishimini imzolash xarakterli siyosatlarni belgilagan edi. Endi kelaylik, Prezidentimiz Trump apandi, Amerikada yangi saylangan Prezident Trump apandining hukumati bugun Amerika Jungo siyosatining muqomini yoki prinsip xarakterlik yoki hukum xarakterlik belgilaganda nima dedi? Amerika bilan Jungo o'rtasida qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildiramiz dedi. Endi biz savol qo'yaylik vatandoshim, shuning savol qo'yaylik. Amerika Qo'shma Shtatlari shu darajada yo'l qo'yibdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump tunugin degan so'zidan yenib bugun, ya'ni shu darajada yo'l qo'yibdi. Oqsaroyning bayonotiga asoslanganda Jungo hukumati shunday talab qilibdi. Shu talab bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump apandi Jungo bilan bo'lgan qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildirganligi to'g'risida va'da beribdi. Hatto Tayvanning Jungoning bir o'lkasi ekanligini e'tirof qilibdi. Mush sabablar bilan bir savol qo'yaylik, hurmatli vatandoshim. Jungoning raisi Xi Jinping apandi siz qanday yo'l qo'ydingiz? Qaysi nuqtalarda Amerika Qo'shma Shtatlariga va'da berdingiz? Yoki nima ishlarni orada hal qilamiz dedingiz? Yoki birlashib o'rtaq g'alaba qilish bilan birga ixtiloflarni o'rtaq hal qilish to'g'risida nima va'dalarni berdingiz rais Xi Jinping apandi? Nima sizlarning matbuot bu narsani oshkorlamaydi? Amerika matbuotlari oshkorildi. Prezident Trumpning sizga yozgan xatini oshkorildi. Prezident Trumpning telefonda so'zlashgan so'zini oshkorildi. Mana bugun nima dedi? Biz qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildiramiz Jungo hukumati, Jungo davlati bilan dedi. Demak, bu narsalarni Amerika matbuotlari, Amerika xalqi ham oshkorildi. Sizcha Rais Xi Jinping, siz nima berdingiz? Chavoq qo'ldan chiqdi. Siz nima va'da berdingiz? Siz va'da bermay turib, aniga kapolat bermay turib, yoki siz ma ishni qilaman, ishni qo'yaman, mandaq qilaman, undaq qilaman demay turib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti nima uchun yo'l qo'yganda Rais Xi Jinping apandi? Bu savolni yana qayta ta'kidlaymiz. Nima va'da berdingiz? Masalan, siz shunda talab qo'yibsiz, talab bo'yicha prezident Trump apandi kayniga yenibdi. Bu nayti yaxshi ish. Agar shu bo'yicha ketaveradigan bo'lsa, siyosat masalan bir Jungo siyosatining gumonlanish, Amerika Qo'shma Shtatlari nima uchun bunga amal qiladi degan bilan ketaveradigan bo'lsa, vaqti Jungoning taqdiri qanday bo'ladi? Kompartiya hokimiyat beshi tura olishi mumkinmi? Kompartiya 19-qurultayni ocha olishi mumkinmi? 18-qurultayda yana rais bo'lib saylanishi Xi Jinpingning mumkinmi?
Jungo Tayvan bo'g'izi o'rtasida qandoq o'zgarishlar bo'ladi? Masalan, Jungo tavakkalchilik qiladigan bo'lsa yoki urush qo'zg'aydigan bo'lsa, u vaqtda Osiyo nima bo'lib ketadi, butun dunyo nima bo'ladi? Ikki cho'ng davlat o'rtasida urush partiyasi oqibat qandoq bo'ladi? Jungolik nima kuniga qoladi? Mesela bu işlerde siz bu arlıqda, bu işler boğaça, hazır Prezident Trump efendinin aytgan sözüge qaragan vaqtida siz şu günden başlap, mesela 11 ayının 8 günü ötken yılı Prezident Trump prezident bo'lib saylangandan takip bugünküce, 2 ayının 10 günügacha siz Amerika hükümeti bilan bo'lgan aloqani qo'yib saqlab kelibsiz. Bu orada nimalarni dedingiz, nimalarni va'da berdingiz, bizning xabarimiz yo'q, Rais Xi Jinping efendi. Biz qarshi olamiz. Tinch bilan, tinch yo'l bilan, dialog bilan, suhbat bilan masala hal qilishni qarshi olamiz. Kim qarshi olmaydi? İnsan urushni xohlamaydi. Hech qanday inson, hatta hech qanday davlat urushni xohlamaydi. Siz tavakkalchilik qilmoqchi bo'ldingiz. Sharq Shamoli 41ni kayni-kayindan sinaq qildingiz, raketa qildingiz. Hatta onun üstüge Liao'nun belgelik Amatkin Tayvan'ın etrafını 2 qitim aylandırdınız. Harbiy aeroplanlarını Yaponiyanın chegarasi qayta evetdiniz. Muşu birinci ay içinde Yaponiyanın Senkaku taqim orollarga 4 qitim harbiy parxod evetdiniz. Bularning hammasi popozimiti yoki rasmiy urush tayyorligi qilganmi Rais Xi Jinping efendi? Unday emas. Mesele tez yo'lda hal bo'lgan bo'lsa, biz bugungi kunda, yani Prezident Trump efendinin siyosini, yani diyaloglashish, so'zlashish, suhbatlashish orqali masala hal qilishni. Men boshda aytdim, boshda ko'rdik vatandoshlarimiz Angliya pul muomala gazetini aytdi, aktiv siyosiy voqealarni xabar qiladigan gazet bu. Shu gazetning debdi. Bu hozir Amerika Jungo o'rtasida suhbatga yo'l tuzlandi deydi. Yana nurg'un masalalar bor, qo'l tutadigan masalalar bor. Shu qo'l tutadigan masalalarni hal qilishga, suhbatlashishga yo'l ochildi dedi. Prezident Trumpning bu siyosati demak Angliyaning pul muomala gazetida qo'lladi. Biz ham qo'llaymiz. Shu siyosat bo'yicha urush bilan emas. Rais Xi Jinping efendi tinch yo'li bilan masala hal qilish. Mayli Tayvan meselesini hal qilish bo'lsin, mayli Şangangda demokratiya meselesini hal qilish bo'lsin, mayli Tibet meselesini hal qilish bo'lsin, mayli Xinjiang, ya'ni Sharq Turkiston meselesini hal qilish bo'lsin, tinch yo'l bilan, suhbat bilan hal qilish kerak. Hurmatli Rais Xi Jinping, siz bu qitim g'alaba qildingiz. Sizning talantingizga qo'l qo'ymay turmayman shaxsiy, men tabriklayman sizning g'alabingizni. Men yana shunday bir savol qo'yayki, hurmatli Rais Xi Jinping, siz birinchi oyda Siyasi Kengashning rahbari 7 nafar siyosiy byuro a'zosining birisi Yu Jinshin efendini Xinjiangga yana nima deb avatdingiz? Bostirish to'g'risida avatdingizmi yoki bir yaxshi niyat bilan, yaxshi siyosat bilan avatdingizmi, hurmatli Rais Xi Jinping efendi?